Shunday uchastkani buzib tashlashga nima deysiz? O'z fikringizni kommentariyaga yozib keting. Shunaqa hashamatli uchastka yer hisobida sotilyapti. Bu uchastkani sotib olsangiz, siz har tomonlama plyusda bo'lasiz. Ko'chani yuzida joylashgan, egalariga 3-4 ta biznes taklif bilan kelishibdi. Kafega bering, bog'chaga bering, maktabga bering deb taklif bilan kelishibdi, lekin xonadonning egalariga pul zarur bo'lgani uchun sotishga qaror qilibdilar. Yangi sotib oladigan egasi xohlasa mazza qilib shu uchastkada yashasalar bo'ladi, yoki-da bemalol arendaga berib qo'yib, oyma-oy daromadni sanab o'tirsalar ham bo'lar ekan. Uchastkamizni sizga ma'lumotlarni sanab beradigan bo'lsam, 9,5 sotixga yaqin. Umumiy 7-8 ta xonasi bor. Binoyimiz salkam 1000 kvadrat metr. 4 ta 5 ta sanuzul hojatxonasi bor. Podvali, birinchi etaj, ikkinchi etaj, yozgi oshxona, zimniy oshxona, uglovda joylashgan. Bu uchastkamizni quruvchilar olsa ham, buzib tashlasa ham ancha-muncha masalliq chiqadi. Uydan chiqqan masalliqning o'ziga yana bitta uchastka qurib olsanglar ham bo'ladi. Agar uchastkamiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'ying. Tayyor hashamatli uchastka qidirib yurgan yaqiningiz bo'lsa, shu insonga videoni yuborib qo'ying. Xonadonning egalari bilan maslahat qilgan holda salkam 9,5 sotixli uchastkaga 465 ming so'ralyapti. Yana kelib, uy egalari bilan bemalol savdolashib xarid qilsanglar bo'ladi.